Salom, sizlar bilan men Panda TV sizlarga yomon xabarim bor. Mer meni uyimni olib qo'ydi. Mana hamma joyini yopib qo'ydi. Bayqol shekilli. Mana hamma joyini yopib qo'ydi. Men aytdi, qachon 2 tax numurni berasan, shunda uyingni qaytarib beraman dedi. Mana Mer. Men ham o'tiribdi, nima qilishni bilmayman. O'zi qo'limda 4 ta non bor, nima qilishni bilmayapman. Men esa men bilan gaplashishga niyat ham yo'q. Nima qilsam bor ekan? Men bo'mishman. Qo'limda 4 ta non. Nima qilaman? Nima qilsam bor ekan? Uni qaytarib olishim kerak. Uyda esa egasi bor, bu uyni egasi ana unda o'tiribdi. Nima qilishni ham bilmayman do'stlar. Iltimos komment yozib qo'ying, nima qilishni. Qanday boyib ketsam bo'ladi? Mana shu uyni qanday sotib olsam bo'ladi qayerdan? O'shani yozib qo'ying, iltimos. Men uyimni qaytarib olish niyatim bor. Hamma joyini yopib qo'ydim. Menga pul kerak, do'stlar, menda yo'q. Mana do'stim esa umuman uyimda yo'q. Uy ochiq, hammasi yo'q. Menimcha ko'chib ketdi. Mana buni sari chirib boshlagan. Nimaga ketdi bilmayman. Qilishni ham bilmayapman. Mana men yoniga kelaman. Men kelsam bormi? Keltez. Okay. Men iltimos uyimni qaytarib bering. Hech qachon. Iltimos men qaytarib bering. Yo'q dedimmi? Menga nima berishni uyni beraman. Adolatsizlik-ku. Meni uyim edi u. Sotaman uyni. Nima? Ha, 3 kun muhlat bor. Nima? Menda bor yo'q 4 ta non bor. Ishim yo'q menim. Bor yo'qoq. Xo'p. Do'stlar, ham tushyapti. Nima qilsam bo'ladi ekan? Qonga tushyapti do'stlar. Nima qilaman? Nima qilishni ham tushunmayapman. Endi bir kun eshikda yashayman shekilli. Do'stlar, endi men bo'mishman. Nimaga desa uyim yo'q. Pulim yo'q. Mana pulim umuman yo'q meni. Bor yo'q 4 ta non bor. Nima yetadi bilmayman. Okay, endi kutamiz. Biraz ko'p uxladim. Do'stlar, hammaga salom. Sizlar bilan men Panda TV va men bo'mish hayotidaman. Mana 2 ta nonim qoldi, nima qilishni ham bilmayman. Mana bu mashina yuramikan? Yo'q, bu mashina yurmaydi. Avvalgi mashinam bu. Qarang do'stlar. Qani mendan bitta sadaqa olib ko'raylik. Mer taka. Okay. Mer iltimos bitta nonni, bitta sadaqamni bering. Yo'q, bor yo'q, senga sadaqam yo'q. Onenim. Endi sen bo'mishsan. Meni yonimga kirish senga ruxsating yo'q. Yo'qol men bu yerdan. Xo'p. Do'stlar, nima qilaman endi? Nima qilishni bilmayman. Nima qilishni bilmayman. Mana bu qadib ketdi. O'g'il ko'mayman men. Mana bu mashina qamikan. Okay. Yo'q. Zugli, avvalgi mashinam. Afsuski buni avval qilgandim.
keyin bu mashinani zo'rg'a olib kelgandim. Nima qilsam bo'lar ekan? Hech pulim yo'q, do'stlar. Xo'p, yana mana shu yerda o'tiraman. Do'stlar, sizga yaxshi xabarim bor. Menga sadaqa qilib mana shunday narsani tashlab ketdi. Pomidor narsa tashlab ketdi. Endi men ozgina bo'lsa ham narsalarim bor. Mana bu yerda o'tiraman. Mana shu yerda mana mazza qilib o'tiraman. Va menda pomidor bor do'stlar. Pomidorni mazza qilib yeb. Hozir qornim och emas. Bittasini yedim. Ikkita odamlar sadaqa bering deganim berib ketdi. Shu bilan haydi. Keyingi video uchun 5 ta like so'rayapman. 10, 20 emas, 5 ta like. Do'stlar. Hammaga xayr, zabin, bo'mij panda tuvi. Aftaman, men bo'mijiman.